Qancha mahbuslar bor deyishgan edi? Taxminan 500 kishi deb o'ylayman. Oilaviy tadbirga kechga qolganimiz uchun onang tomonidan tanbeh olishimiz mumkin. Ovchilar uyushmasi raisining o'zi 3 ta istabijilovchi bilan yordamga kelayotgan edi. Ular taxminan 10 daqiqada yetib kelishadi. Yulduz kuchini taqsimlashda gumon qilinib, qidirilayotgan Sonsuxo shu yerda bo'lishi mumkinligi haqida aytilgan edi. Sonsuxo, men bu ismni qayerdadir eshitgan deb o'ylayapman. Odamlarning xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Kel, qutqarishni boshlaymiz, Mexo. Bu menga o'tuvchi bo'lgan vaqtingni eslatadi. Mexo, yaqin atrofda zindon buzilish haqida aytilganmidi? Menimcha bunday narsa bo'lmagan edi. Xo'sh, shunday bo'ladigan bo'lsa, u yerdagi g'ayriinsoniy maxluq nima edi? Shoshil, bu yerdan ket. Men faqatgina bitta qizni himoya qilish uchun buncha vaqtni ushlab turish. Bu yigit bilan uchrashamiding? Ajoyib bo'lsa kerak-a. Seni partiyangdagi kimdir bilan uchrashish. Bu sen o'sha ayolni himoya qilmoqchi ekanligingni bildirsa kerak. Men senga kuch beraman. Shuning uchun oxirgi daqiqalarda sen uchun qadrli bo'lgan narsalarni himoya qil. Yo'q. Siz bundan buyon boshqa yovuz odamlarni qidirasiz. Xuddi siz rejalashtirganday, soyali askarlar soni ko'paya boshladi. Bu suratda biz tez orada shahardagi barcha yovuz odamlarni supurib tashlaymiz. Ko'p sonli soya askarlar hozirgina mag'lub bo'ldi. Umid qilamanki, bu safar uni topa olasiz. Bu qora sehrli hayvonlardan nimasi bu? Men bu hayvonlar haqida hech ham eshitmaganman. Oy, muammoni hal qiluvchi. Bor va ularni tozala, tushundingmi? Agarda biz tez ketganimizda bu narsa yuz bermas edi. Bu haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Yulduz parchasini yeganimdan keyin men a darajadan kuchliroqman. Men bu diva darajali sehrli hayvonlarga o'sha xo'jayin qochib ketgan mahbuslarning boshi bo'lsa kerak, shundaymi? Havang Dongsun. Demak, bularning barchasini sen chaqirgan bo'lsang kerak. Men songa o'xshab, Yetarinning havorisi haqida bilasan. Oy, ozgina tinchlik. Yerda gaplashmoqchi bo'lsang, masofani saqlaganing ma'qul. Agarda sen Yetarin elchisi haqida aytayotgan bo'lsang, men ularni yaxshi bilaman. Chaqiruv tipidagi o'chilar odatda pastana tuzumlarga ega. Ular chaqiruvlardan ajralganda himoyasiz bo'ladilar. Xo'sh, qanday qilib yulduz parchalarini olding? Shaharga hujum qilganingning sababi nimada? Agarda menga teginadigan bo'lsang, katta akam seni tinch qo'ymaydi. Katta akangni esarchilik bo'lish bo'lmasligi menga qiziq emas. Ketingni yurishimdan oldin savolimga javob ber. Akam ularni olib keldi. Boshqa hech narsani bilmayman. Shaharga hujum qilishning hech qanday sababi yo'q. O'sha bolalar meni buyruqlarimga rioya qilishini ko'rish menga juda ham qiziq edi. Shuning uchun sen hamma odamlarni o'ldirdingmi? Men qolgan mahbuslarni ishontiraman, iltimos. Muammoni hal qiluvchi nima deysan? Bu qiyin bo'lishi mumkin. Biz banklar kelishidan oldin men Sonsuxoni ko'nikmalarini kuzatmoqchiman. Kamuflyaj ko'nikmasi.
Nima? Qotil tipidagi ovchining kamuflyaj mahorati. Hissiyotlarim tufayli qadamlarni zaif eshitsam ham, men uni yenga olmayman. Men qiladigan yagona narsa bu qochish. Hozirda Kang Taishik Arankning yuqori darajalari atrofida. Tong Suho hozir shu darajani ham mag'lub eta olmaydigan holatda. Karimning favorisi, eshityapsan-ku, to'g'rimi? Fursat kelganda siz bilan yana gaplashmoqchi edim. Shu paytgacha men borligimni oshkor qilmasdan kuchayib kelganman. Bunday qilishim uchun menda yetarlicha sabablarim bor edi. Agar men haqimda bilib qolishsa, katta xavf ostida qolishim mumkin edi. Lekin bir qancha vaqt o'tgach, menda boshqacha fikrlar paydo bo'ldi. Nega koinotdan bosqinchi deb atalgan odam o'zini oshkor etmaydi? Aksincha, odamlarni boshqarish uchun yulduz kukunlari bu Itarim elchisining o'zini oshkor etishini ham tavakkal bo'lishini anglatmaydimi? Nega? Lekin keyin Li Minsung bilan bo'lgan voqeadan so'ng men o'zimni ko'rsata boshladim. Yashirinib yurgan kishi asta-sekin o'zini oshkor qilishi uchun siz ham biror narsa tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz kerak. Siz ham men kabi o'suvchan mavjudotmisiz? Men endi o'zimni yashirmayman. Shuning uchun bu yerga chiqqaning ma'qul. Bu yoqqa kel. Ikarimning favorisi. Olchpark Dojin. Yo'q, hech narsa. Donghu. Yugon. Siz ikkingizni bu tartibsizlikning yetakchilari ekanligingizni aytdingiz. Siz tufayli qancha odamlar o'lganini bilasizmi o'zi? O'z jazoingizni qabul qilib oling. Bundan buyon men uchun kurashishingiz kerak bo'ladi. Soya yaratish. Bu nima o'zi? Narsalarni soyaning o'zi chizyaptimi? Bu kamdan kam uchraydi. Bu menda birinchi qahramonlik buyumi. Ism qo'yishmi? To'g'ri, Soyabek shartnomasi shunday ta'sirga ega bo'lish kerak emasmidi? Ism qo'yish. Mira. Mening elementimda yangi daraja paydo bo'ldi. Va uning soyali askar holatining statistikasi ham men bilan baham ko'riladi. Keyin agar men qahramonlik darajasidan yuqori narsalarni olsam, yanada tezroq, kuchliroq bo'lishim mumkin. Bu qobiliyat bilan otamga tezroq yetib ola olaman. Nima bu? Yosh monarxmi? Nimadir soyali askarlarni o'ldirib, bu yerga yaqinlashib kelmoqda. U yetib keldi. Qora ustunni ko'rganimdan keyin men bu yerga shoshildim. Ovchi, siz qanday odamsiz o'zi? Gapiradigan sehrli hayvon bu yerda nima qilyapti? Adashgan bo'lsangiz kerak, men sehrli hayvon emasman. Men Oq yo'lbarslar gildiyasining ustasi Bak Yonho bo'laman. Demak, bu odam Oq yo'lbarslar gildiyasining ustasi. U kamdan kam o'zgarish qobiliyatiga ega bo'lgan S darajali ovchi ekanligini aytgan edi. Men sizdan qonning quyuq hidini his qilyapman. Qanday odamsiz o'zi? Sizning ismingiz nima?
Men Song Suho bo'laman. Men bu yerda odamlarni qutqarish uchun kelganman. Shuning uchun iltimos meni qo'yib yuboring. Ovchilar uyushmasi mening orqamdan yuradi, lekin men aybsizman. Demak siz o edingiz, qanchalik jasoratlisiz. Siz qidirayotganligingizni ochiqchasiga aytishingiz. Yulduz kukunni tarqatishda ayblanish shundaymi? Bizda ham yulduz kukuni tufayli zarar ko'rgan oq yo'lbarslar gildiyasining a'zolari bor. Agar siz haqiqatan ham aybsiz bo'lsangiz, buni qanday isbotlamoqchisiz? Buni keyinroqqa saqlashim mumkinmi? Mening qo'lim biroz kalta. Shuning uchun bu yerda S darajali ovchi borligi bu yengillik. Tezroq odamlarni qutqaraylik. Siz o'z holatingizdan xabardormisiz o'zi? Bunday bo'lsa-da, ovchilar birinchi navbatda odamlarni qutqarishlari kerak. Agar bir soniya ikkilansin, omon qolishi mumkin bo'lgan odamlarni hayotini yo'qotishi mumkin. Shunday qilib, qanday tanlov qilishimiz haqida o'ylash o'rniga avval kerakli tanlovni qabul qiling, keyin qanday qilib to'g'ri tanlashni o'ylab ko'ring. Bu bizning qutqaruv otryadimizning ishi, shunday emasmi? Biroz kuting, men bu ismni qayerdadir eshitganman. Bu ajablanarli emas. Song Suho, kapitan doim maqtanadigan nabirasining ismi edi. Siz kapitan Sung Il-honing nabirasisiz. Otryad rahbari, ularga o'zimiz g'amxo'rlik qilishimiz mumkinmi? Men ularga qarshi o'q ham ishlamasligini eshitdim. Xo'sh, yana nima qilishimiz mumkin? Biz albatta buyruqlarni bajaramizda. Ammo shaharning atmosferasi bir muncha vaqtdan beri g'alati. Ha, bu shunday ko'rinadi. Bu qandaydir g'alati ko'rinmayaptimi? Chaqiruv tipidagi mahoratga ega bo'lsang ham shunchalik kuching bor ekan. Kapitan Sung Il-honing g'ururi kutganimdek. Oq yo'lbarslar gildiyasining xo'jayini bobomning o't o'chiruvchilar davridagi yosh bola ekanligini kim bilardi? Siz ham ajoyibsiz. Gildiya ustasi Baekhyun-ho S darajali ovchilar bunday ajoyib ekanligini kim bilardi? Ha, bolakay, meni amaki deb chaqir. Hozirda siz buyurganingizdek hamma joyini tekshirib chiqdim. Xo'sh, siz aytgandek qilsam yomon odamlar yashirinmaydimi? Sen qutqaruv otryadining yangi boshlovchisiga o'xshaysan. Lekin men qutqaruv otryadidan emasman. Bizning vazifamiz yovuzlarni qo'lga olish emas, shunday emasmi? Bularni bor odamlarni qutqarish uchun. Biz borligimizni qanchalik ko'p ko'rsatsak, yovuzlarning harakat qilishi shunchalik qiyin bo'ladi. Bu yo'lda odamlarning xavfsizligini hisobga olsak, ancha yaxshi bo'ladi. Albatta, muayyan nuqtadan boshlab, men faqat yovuzlarni yo'q qilish haqida o'ylardim. Shuning uchun bu gildiya ustasi, uning vazifasi butun gildiyani nazorat qilishdir. Nega unda uni tugatmaymiz? Oho, sizning do'stingiz bormi? Albatta yo'q. Yaxshi, qizim ham buyda bo'lib qoladi. Kapitan Sung Il-hon bilan quda bo'lish uchun bu ajoyib imkoniyat. Nima? Ha, ovchibek Miho tasdiqlandi. Ajoyib ish. Siz g'azablangan ovchilarni va oddiy fuqarolarni evakuatsiya qildingiz. Men faqat ovchi sifatidagi ishimni qildim. Men terrorchilik harakatlarini amalga oshirayotgan yovuz odamlar orqasida qora rangli odamlarni ko'ryapman. Ular ham sehrli hayvonmi? Meni ham ishonchim komil emas. Ularni farqlash men uchun ham qiyin. Shunda men ularni yo'q qilsam, bu yaxshi bo'ladimi? Men ularni yovuzlar bilan birga yo'q qilaman. Shunchaki kuting va meni tomosha qiling. Ovchining pegu. Bu yaxshi.
o'zimiz tomonda. S darajali o'quvchilar tomonidan mustahkamlovchi sifatida kelgan uyushma ajoyib. Endi yovuzlar shaharda bemalol harakat qila olmaydi. Seni topdim, So'ngso'g'o. Agar yulduz quvvatini tarqatmagan bo'lsangiz, Ovchi bak, nega qidiruvda bo'lgan jinoyatchi bilan birgasiz? Tushunmovchilik borga o'xshaydi. Avval bu haqda gaplashib olaylik. u suhbatlashish imkoniyatidan bosh tortgach, uyushmaning chaqiruvini rad etgan va qochib ketgan So'ngso'g'o yovuz. Uni yo'q joydan yovuz odam deb ataysizlarmi? Tushundimki siz Remizm tufayli sarosimga tushdingiz, lekin suh odamlarni qutqarishga harakat qilmoqda. Suxo! U bilan qanday munosabatdasiz? Bagyonxo. O'sha ikkisi shu tezlikda urushib ketdi. Endi men nima qilishim kerak? Ikkalangiz ham tinchlanib olishingiz kerak. Ikki ovchi bu kabi do'sti bo'lon o'rtasida nima qilyapti? Juda ko'p darajali ovchilar, hatto uyushma raisi Ujinchul ham. Men nihoyat bor so'zlarni olishim mumkin. Faqatgina u siz qutqaruv otryadidan bo'lgan paytingizda tanish bo'lganingiz uchunginami? Bu unchalik ham ishonarli emas. Men ovchilikdagi fikrga qo'shilaman. Ishonchimizga xiyonat qilgan qochqin emasmisiz siz ham?